Yurtboshining yurak so'zimi? Obodlikning nurli yuzimi? Taraqqiyotga buyuk yo'l. Mahallabay ishlash tizimi. Vatan uchun yashaylik bizlar bo'lib mard. Sadoqatlilar kerak O'zbekistonga. Vatanni baralla kuylagan sizlar, san'atkorlar, soliq to'langlar. Qonimizda bordir Timurning qoni. Bizdadir do'stlar ilmning koni. Vatan uchun saqqadir joni. Biz prezident farzandlarimiz, jondan suygan dilmandlarimiz. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik, Shavkat Miromonovich. Va ayniqsa mana shu masjidga Miromon otaning nomi berilgani biz uchun nur ustiga nur bo'ldi, Shavkat Miromonovich. Yordaming aylaysan faqirga bu yon. Faqir ham ta'nakash bo'ladi giryon. Barchasini yig'asan, aylaysan bayon. Bundayin ta'nakash, kundayin ayon. O'zidan bechorani yasab begumon, qilar soxtakashlik, qiladi mujgon. Qalbimga solsa ham ajib bir gumon, sizday soxtakashlar bo'lsinlar omon. Uzoqni ko'zlamak alarning ishi, hal qilish xohlamas aning tashvishi. Uzoq deb bilgani ostona boshi, uradi biror kun xalqning qarg'ishi. Halqumga og'irlik qilganda luqma, nafsingni tiy bolam, o'yla hammani. Ba'zi insonlarga bu odat tug'ma, ba'zilar tog' deydi kichik zarrani. Bizlar odamzodning hur farzandlari, nafsimiz buyursa bo'lamiz nodon. Ammo ko'rib turib aning pandlari, oxirat ko'z to'ymay o'lamiz nolon. Bir butun olamga chang solgan inson, bu zamin ko'p ko'rgan ming bir fattohni. Bobomdan qolgan xalq o'sha qutlug' qon. Yo'q bo'lsin soxtalar, yo'q qil maddohni.